Assalamu alaykum qarindoshlar. Pythondan asos yurishlik qismining 30-qism darsimizga xush kelibsiz. Biz bu qismlik darsimizda shu widget bir taraf qilish, ya'ni file processingning davomini so'zlaymiz. Biz oldingi qismlik darsda ayrim saqlangan bir widgetninki, ya'ni text widgetninki ichidan sonliq ma'lumotni o'qishni o'rgangan. Bugun shuning davomini so'zlaymiz. Odatda biz buni o'qish jarayonida qanda bu widget mashg'ulot qilish, bir taraf qilish holatida bo'ldi, ya'ni process holatida bo'ldi. Biz buni qanday qila olamiz? Buni itib etishimiz kerak. Ya'ni process qilib bo'lgandan keyin qanda sim close orqali itibimiz ondan keyin to'xtaydi. Ikkinchi qitim qanda mana print qilsak chiqmaydi demakchi. Endi bu yerda masalan mani bu nurbelga var, bu masalan mouse'ning knopkasi. Masalan mani hozir cursor deydi. Biz odatda bu widgetni bir taraf qilgan chaqda bu ismninki masalan besib chiqarganda hozir buni aytmay turib mani ikki qitim print qilsak, bunu ikki qitim print qilsak, bu faqat bizningki bir qitimdan besib chiqadi. Ya'ni masalan bu ism username bor. Masalan bularni qancha qitim print qilsangizmi, faqat bu yerda bir qitim besib chiqadi. Sababi nima degan chaqda? Bunun cursor mush sol tarafdan boshlanib, o'ng tarafdan bir to'xtaydi. Yani bir qitim qilgan faqat bo'shliq bo'ldi. Endi ko'p qitim besib chiqarishni qanday qilamiz deganda, biz bu ismni boshqa bir harakatnomada shakl saqlab olamiz. Masalan, mening ismim deb buni qanday mani copy qilib saqlab olamiz. Ondan keyin bundan keyin ko'p qitim besib chiqarmoqchi bo'lsak, mo'shna bilan ko'p qitim besib chiqamiz degan gap. Hamda mani saqlab olgandan keyin buni yurgizsak 5-6 qitim o'xshashni takrorlab oldi. Hamda biz ondan keyin qanday close qilmoqchi bo'lsak, hargizmi ma'nodan close qilamiz. Yana ham o'xshash ism şekilden to'xtaymiz processing. Close deb. Endi o'z ichidan, ya'ni built-in deydi. Ichidan mush itib etish funksiyasi bor, yana bir shakl var bunun. Bu with bilan degan gap. Bilan open mushunga o'xshaydi. Yana ma'noning text biz qurib olgan text widgetning orliqini, ya'ni adresini yozamiz. Username as qanday? Ism, biz mana ism deb saqladik-ku. Ism. Bu ne? Mening ismim read o'qish. Hem bunu print qilsak mening ismim. Endi ma'ni yozib bo'lgandan keyin buni alaylik nima deganda, buni ayrim ismni qanday itib etishni hojati yo'q. O'zining ichidan yadrosidan bo'lganda itib teglik ma with as degan ma shakli. Bu mu? Mushning o'pmi o'xshash, ikkisi o'xshash. Ma'no alayliganda ma close o'zining ichiga qaytib etgan, singdirib etgan. Ammo ma ustidagisiga ayrim close qilmasa qolmaydi. Masalan, buni yurgizsam, qarsak meni o'xshash yana with as ma shaklimi Alim Mehmet Gül Samet. Ya'ni username tagsning ichidagini o'qiy oladi demakchi. Hamda yana bir diqqat qilgan nuqta,
Biz hozir faqat shu birlam hujjatdan o'qiyotimiz qo'y. Masalan, ko'p hujjatdan o'qimoqchi bo'lsak, ya'ni bunda tartibga redga solmoqchi bo'lsak, buningga bir package dan birini qura olamiz. Package degan bir manda ayrim bir tür yish manda posilka degandek ma'no bor. Ya'ni foldermi deb qo'ydi. Masalan, ma qo'shish belgisi ma'ni qarasanglar, folder qatadi. Bu ne masalan? Data deb qo'yay. Buning ismini. Bu dataga qanda biz o'xshash bo'lmagan sonliq ma'lumot sig'dira olamiz. Masalan, buning ichiga meva desak, alma, üzüm, incir, ürük degandek. Yoki buni ichiga nima saqlasak, ya'ni boshqa masalan shahar deylik. Ürümçi, Korla, Atoş, Kuchar degandek. Shaharlar. Xohlagancha biz buni qanchasi bo'lsa, endi mana bir tartibli bo'ladi. Bu yerdan kirmoqchi bo'lsa qanday bo'ladi? Masalan, mana username shundaqmi? Menga ham qanday qilamiz? Ani o'qimoqchi bo'lsak, masalan data, folderning yani xurujin deb tushensanglar bo'ldi, bunda soladigan ichiga yanto siziq masalan shahar qilay. Shahar. Endi mushadlam almashtirsak, bu bo'ladi degan gap. Mana bu shahar. Buni yurgizsak, ya'ni ma'ning ismini ham almashtiramiz demak, meva, shahar degandek. Hozir mana bu shahar. Qarsak mana shaharni mana besib chiqadi demakchi. Mishadin faqat adresning ismini o'zgartirsak ham bo'ldi. Endi mana shahar yoki meva ichi tekstning ichidan saqlashni unutmanglar. Masalan, bir nima yozgandan keyin tekst hujjatning ichiga command s, masalan make command s oldu Windows qo'ysangiz deb saqlashchi avtomatik qisqa buyruq bilan saqlab qo'ymasanglar o'qimaydi chunki saqlanmagandan keyin. Bugungi darsimiz shulargacha. Endi keyingi darsdan boshlab shu Python orqali hozir o'qishni o'rgandik, endi yozishni o'rganamiz. Ko'proq mashq qilinglar.